Selam dostlar, qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz Tatariston Respublikasi Milliy muzeyida. Ekspozitsiyaning bu bo'lagida Kunchiqish Yevropadagi eng burungi davlatlarning birisi Idil bo'yi Bulg'ori tarixi bilan bog'liq eksponatlar o'rnashgan. Idil bo'yi Bulg'orinda qora metallurgiya, temirchilik, zarkanchilik ham jiz quyu bilan shug'ullanganlar. Masalan, derida og'ash ishkartuv qurollari bor. Boltalar, o'tirgilar, pichoqlar. Shilmak yasaganlar, teri ilaganlar, og'ash ishkartganlar. Masalan, bu 11-13 yuz boshidagi bolshiqdan yasalgan suv saqlov shilmagi. Ammo bu oziq-tulikni oqlash uchun porli tosh tarinkalar. Haligi toshlar bilan ishlash uchun bek kuchli bo'lirga kerak. Eng motor eksponat yanada kelib jetdik. Bu Idil bo'yi Bulg'orinda bo'lgan bizanu aybirlari, turli shaltiroqlar ham bileziklar. 10-yuzda Bulg'orlar rasmiy ravishda islom dinini qabul etdilar. Natijada g'arab yozmasi ham musulmon madaniyati keng tarala. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz, tanilgan shaxslarimizni biligiz. Sog' bo'ligiz.